Siz ekraningizda ko'rib turgan rasm bu Namangan viloyati Norin tumani Tegirmonboshi qishloq ko'chalari. Bu ko'chada men tug'ilib katta bo'lganman. Mahallamiz oqsoqollari, onaxonlari bizga aloqaga chiqdi. Shavkatbek, juda ko'pchiligini uyli bo'lishida, bir bemorni shifo topishida obunachilaring bilan sababchi bo'lyapsan va uddalayapsan. Ki o'zingni ko'changda ham chiroyli asfalt bo'lishida, bizdek qariyalarni duosini olishida sababchi bo'l deb bizga aloqaga chiqdi. Keling, aziz mening obunachilarim, meni tug'ilib o'sgan ko'chamga ham asfalt bo'lib qolishida siz ham, biz ham sababchi bo'lib qolaylik. Otam xursand bo'lsa, men xursandman. Keyingi videoda Open byudjetga qanday a'zo bo'lishlik haqida ko'rsatib o'tilgan. Rahmat sizga. Ushbu videoni imkon qadar tarqatib qo'ying. Aziz vatandoshim, mana link ustiga bosasiz va eng pastiga tushasiz. SMS orqali deyapti. SMS ustiga bosasiz. Tepada telefon nomeri ko'rsatyapti. Telefon nomeringizni kirgizasiz. Kirgizib bo'lgandan keyin pastdagi mana oradagi harflarga, pastdagi harflarni to'g'rilang deyapti. Harflarni to'g'rilaysiz. To'g'rilab bo'lganingizdan keyin sizga kod keladi deyapti. Sizga SMS keldi. O'sha SMSni bu yerga kodni kiritasiz. Kiritganingizdan keyin SMS tugmasini bosasiz. Yopasiz. Xudo xolasa siz bizni ko'chamiz asfalt bo'lishida sababchi bo'ldingiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin.